ishlaringizni ko'rib chiqdim. Yomon emas. Bu katta loyiha. Uddalay olasizlarmi o'zi? Uddalaymiz. Yes, uddaladik. Zo'r shartnoma bo'ldi. Qancha kutgandik. Qilgan harakatlarimiz samarasini berdi. Ha, menga qara. Bunday qilamiz. Voy, uydagilarni olib bir 3 kunga to'qqa borsak, dam olsak, baribir vaqtimiz bor-ku. Nishonlaymizmi? Ha, hozir bir Mayli. ayolimga telefon qiling. Xo'p. Onasi? Eshitaman. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ha. Ha, tinchlikmi? Yo, meni senga bitta zo'r yangiligim bor. Yengiligingizni nima qilaman? Bo'ladigan ishni qilsangiz-chi. Yengiliklaringiz natijasini ko'ramanmi o'zi? Odamlar Instagramda ayoliga nimalar qilmayapti. Men ham shunaqa kunlarni ko'ramanmi o'zi? Qachon qaramasa yangilik deysiz, bu deysiz, bu deysiz. To'g'risi charchab ketdim. Nimaga har doim shunaqa noshukrlik qilasan? Bir yaxshi yangilik aytdim senga. Kayfiyatimni rasvo qildik. Ajrashaman. Mana shu yerga keldi to'g'risi. Ajrashaman. Esingdan men senga aytganimda. Voy shukr qilishni bilasanmi sen xotin? Ozgina sabr qilgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Jonimga tegdingiz. Keting, yo'qoling. Bilganingni qil, bor. Kutirib qo'ymadimmi? Ketdik. Qachongacha chidamoqchisan? Men sen o'rningda bo'lganimda davon ajrashib ketgan bo'lardim. Meni haqqim yo'q. Bizni oilamizda qanchalik qiyinchilik bo'lmasin, meni ota-onam ajrashishmagan. Men qanaqa qilib ajrashaman? Bolalarimni tirik yetim qila olmayman. Boshqa kishini ota deyishga ham yo'l qo'ya olmayman. Sog'ligingni asra. Men sen o'ylab gapirdim. Menga qara. Kayfiyat tushirmaylik yur. Bir maza qilib osh yeylik. Olib berasan? Olib beraman. Ketdik. Ish zo'r bo'ldi-ku. Yaxshi ish boshladik-da. Rahmat. Qani olchi? Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat singlim. O'zing yaxshimisan? Siz sog'indim aka. Ko'rgim kelyapti. Hozir boraman. Allohu akbar. Allohu akbar. Kuyov, u bir ojiza. Qish qovurg'an to'g'rilayman deb sindirib qo'ymang. Agar sizga kerak bo'lmay qolgan bo'lsa, o'zimga qaytarib bering. Yo'q, unaqa niyatim yo'q. U meni jigarim. Uni qiynab qo'ymang iltimos. Sizdan o'tinib so'rayman. Xo'p, tushundim. Qara telefoning. Alo. Ukam? Yo'q, hech qanaqa iloji yo'q. Qonuniy chora ko'ramiz. Chiqib tur. Shuhrat aka, iltimos. U meni jigarim. Shohruh, tushunaman. Hozir ikkalamiz bir bo'lib quloqni cho'zib qo'ymasak, ertaga juda katta fojialarga olib kelishi mumkin. O'shanda siz ham men ham yordam bera olmay qolaman. Men ikki o'rtani harakat qilaman yarashtirishga. Lekin siz ham ukangizni azina qo'yib qo'ying. Xo'pmi? Rahmat aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Aka? Yur ketdik. Xo'p. Aka, hamma kursdoshlarim sessiyadan o'tdi. Bitta men o'ta olmadim. Yaxshi tayyorlanmabsan-da. Siqilma. Akang borki hal qilamiz. Nima?
Mana buni oldi, qolganini uyda gaplashamiz. Telefon ko'p kovlamasdan darsingni qil, xo'p? Bor. Mashina bu yoqda. Bobur, menga qara. Ha. Mana ishlarim bor. Yur, tashlab qo'yaman. Yo, ozgina piyoda yuray. Mashinani olib ket bo'lmasa. Shart emas, qo'yaver. Mana yoningizga keldim, dada. Menda hammasi yaxshi. Shunchaki sizni sog'indim. Bilasiz, boshimga nima sinov kelsa ham men ko'taraman. Faqat jigarlarimga kelgan sinovni ko'tara olmayapman. Sizni xohlasam ham endi ko'ra olmayman. Faqat sizdan bitta iltimos. Bir martagina tushimga kirib, menga sizdek kuchli bo'lishni o'rgating. Menga dada bo'lishni o'rgating, dadajon. Sen ketmaganmiding? Yo'q. Sen biromat tashlab ketganman. O'zingni oilang notinch. Shuncha sinovlar kelyapti. O'zingga kelgan sinovlarga o'ynab kulib yurasan-da, nima uchun jigarlaring ozgina biror nima bo'lsa, qabristonga kelib yig'lash boshlaysan? Bobur, meni suyanadigan otam yo'q. Men ham o'zimga o'taman, ham jigarlarimga o'taman. Bu yerga ozgina og'irlik tushganda otam bilan dardlashgani kelaman. Buni esa faqat otasi yo'qlar tushunadi. Allohu akbar. Yur.